Hürmetli televizor körgüçüler yaxşımısılar? Yaxşımısılar. Bugün 2025 yılı 5. ayının 31. günü şembe. Dehqonlar kalendari boyunca 5. ayının 5. günü. Dönvu bayramı. Haberlerimizni görüşünlerden karşı alımız. Bugünkü haberlerimizden muhim mazmunları tövendikçe. Maşinruy Erkin Toniyaz, Pakistan, Balochistan ülkesinin valisi Şeyh bilen görüştü. Şinjanlıq karxançılar Reisler Yüzturani Kengişi söhbət yığını ötküzüldü. Erkin Toniyaz yığını qatnaştı hem de söz qıldı. Erkin Toniyaz Bortala oblastira tekshirib tadqiq qilganda afzallikni joriy qildirib, kasblarni zo'raytib, ikkinchi faslda butun kuch bilan kuchash kerak deb ta'kidladi. Bugun Dang'u bayrami. Kishilar zo'ngzi o'rab, ajdaha qulva qaydab, she'r deklamasiya qilib, an'anaviy madaniyatni davomlashtirib, o'zaro xotirjamlik tiladi. Maytaq kucha tosh yo'lida qatnash asliga keldi. Jungoliq chet ellik sayohatchilar bas-basda keldi. Endi tafsiliy mazmunlarni ko'rsatamiz. Abdunum Rayonluq Partiya Komitetining şujisi Maşinruy, Abdunum rayonunun reisi Erkin Toniyaz 5. ayının 30. günü Ürümçide Şinjan'a ziyaretke kelgen Pakistan Balochistan ülkesinin valisi Şeyh ve onun hamrohlari bilan ko'rishdi. Abdunum Rayonluq Partiya Komitetining muavin şujisi, Siyasi Qonun Komitetining şujisi Chen Mingo ko'rishga qatnashdi. Maşinruy CKP Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Komiteti ve Abdunum Rayonluq Xalq Hökuməti vakalatan Şeyh ve onun hamrohlarini qarşı aldı. O mundaq dedi. Reis Xi Jinping bilan dövlətlər rəhbərinin strategik yetəkçiligində Jungo-Pakistan münasibəti sijil çonqurlaşıb, ikki tərəf birlikdə yeni dövrdəki teximizi Jungo-Pakistan təqdir ortaq gəvdisi bərpa qılmaqda. Yaxınqı yıllardan buyan Şinjan yeni dövrdəki Jungo Kommunistik Partiyasının Şinjanı idarə qilish tədbirini to'liq dəl joyda umumyüzlik izchillashtirib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni, echivetish bilan xavfsizlikni bir tutash planlab, terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirishni sijil olg'a surib, uch xil kuchga qonun bo'yicha qattiq zarba berib, jamiyat umumiyatining muqimligini butun kuch bilan qo'g'dash bilan bir vaqtda xalq turmushiga zid yiqilishib, xalq qalbini mujassamlab, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Biz Jungoning atrof xizmati umumiyatiga faol yo'g'rilib, yuqori saviyalik echivitishni tez kengaytirish jarayonida Jungo-Pakistan iqtisod koridori qurilishini olg'a surishni cho'rdab, Pokistonning yerliklari bilan bir qator amaliy, unumli hamkorlikni qanot yaydirdik. İki tarafning ikki davlat rahbarlarining muhim o'rtaq tunishini davomli amaliyalashtirib, aloqa mexanizmi o'rnatib va mukammallashtirib, amaliy almashtirish hamkorlikni cho'nqurlashtirishini, terrorlikqa qarshi turish va xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni sijil kuchaytirib, har qanday shakldagi terrorizmga qilcha yo'l qo'ymaslik pozitsiyasi bilan zarba berib, birlikda bexatar muqim muhit yaratishini, qazilma boyliq, zamonaviy yer egligi, savdo ashyo obroti qatorliq sohalarda hamkorlikni cho'nqurlashtirib, Jungo-Pakistan iqtisod koridorining darajasi o'stirilgan nusxasini barpo qilishga birlikda mulozimat qilishini, ma'arif davolash, odamiyat aloqasini cho'nqurlashtirib, an'anaviy do'stlikni mustahkamlab, xalq qalbini tutashtirishni ilgari surishini umid qilaman. Şeyh munolarni bildirdi. Pakistan bilan Jungo yaxshi qayrindosh, yaxshi do'st. Pakistanning Balochistan ülkesi Jungoliq do'stlar bilan bo'lgan do'stlikni intayin qadrlaydi. Jungo Şinjan bilan hamkorlikni yanada kuchaytirib, Jungo-Pakistan iqtisod koridorini birlikda barpo qilishni xohlaydi. Terrorizmga qarshi turish ikki taraf tang duch kelgan hamkorlikni cho'nqurlashtiradigan muhim tema. Balochistan ülkesi xirsqa faol taqobil turib, zo'ravonlik, terrorlikqa qat'iy zarba berib, vaziyatni qat'iy muqimlashtirdi. Jungo Şinjan bilan hamkorlikni kuchaytirib, xavfsizlik, muqimlikni birlikda qo'g'dashni xohlaydi. Ikki tarafning hamkorlikqa salmog'ini zo'raytib, Balochistan ülkesining qazilma boyligini echishga turtki bo'lib, xalq turmushini yaxshilashni ilgari surishini, suvchilik ul asliha qurilishi, yezilik mahsulotlari, suv mahsulotlari savdosi qatorliqlarni cho'rdab, amaliy hamkorlikni qanot yaydirishini, ma'arif sohasidagi almashtirishni kengaytib, odamiyat aloqasi va bordi kaldini qo'yiqlashtirib, Pokiston Jungo do'stligini yanada kuchaytirishni ilgari surishda ikki taraf hamkorligida texim ko'p natijani qo'lga keltirishini umid qilaman. Panshi, Jungo Xalq Diplomatiya ilmiy jamiyatidagi va Jungoning Karachida turishliq bosh konsulxonasidagi munosabatlik yo'ldoshlar, Abdunum rayonining munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishishga qatnashdi. Abdunum Rayonluq Xalq Hökuməti, Abdunum Rayonluq Siyasi Kengash 5. ayının 30. günü Şinjanlıq karxanaçılar, Reisler Yüzturani Kengişi söhbət yığını ötküzdü. Karxanaçılar vəkilləri, Siyasi Kengash əzaları qatarlıqlar karxana yetildirib və zoraytıb, sağlam tərəqqi qıldırıb, mərkəzi şəhər iqtisadının universal əməli gücünü aşırışqa güç qoşuş baş temasını çördəb, Abdunum Rayonluq Xalq Hökumətinin rəhbərləri, Abdunum rayonunun münasibətlik tarmaqları, Ürümçi şəhərinin münasibətlik məsulları bilan çoğunqur kengişib fikir almashtırıb, mərkəzi şəhər iqtisadının yuqori sifatlik tərəqqiyatıga turtki bo'lish uchun aql farosat va kuch to'pladi. Abdunum Rayonluq Partiya Komitetining muavin shujisi, Abdunum rayonining raisi Erkin Toniyaz yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Abdunum Rayonluq Siyosiy Kengashining raisi Nurlan Abilmajin yig'inga riyosatchilik qildi.
Yig'inda korxonalarning 8 vakili ilg'or yasamochilikni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirish, madaniyat bilan sayohatchilikni cho'nqur yuqorish, aeroport atrofi iqtisodiy kasblarni zo'raytirish, savdo oborot markazi barpo qilish qatorliqlarni cho'ridab chora-tadbir ko'rsatdi. Erkin Tunyas ularning so'zini astoydil angladi hamda munosabatli tarmoqlar o'rinlarga korxonalarning muvofiq takliflarini qabul qilishga tegishliklarini to'liq qabul qilib, korxonalarning orzu-talabini muvofiq hal qilishni o'rinlashtirdi. Erkin Tunyas bularni ko'rsatdi. Başuji Xi Jinpingning partiya markaziy komitetining g'amxo'rlik qilishi, ko'ngil bo'lishi, Abdurahmon rayonlik partiya komitetining ittifoqlashtirishi, yetaklashi, korxonalarning o'rtaq tirashishi natijasida Urumchi shahrining ichib o'tish afzalligi tez namoyon bo'lib, kasb o'li ko'nsirib puxtilanib, fan texnika, ma'rif, ixtisoslari jihatdagi selishtirma afzalligi to'liq qo'zg'alib, bozorning hayotiy kuchi uzluksiz kuchayib, iqtisodiy taraqqiyotda muqimlik asosida ilgarilashdek yaxshi vaziyat borliqqa keldi. Abdurahmon rayonining har qaysi tarmoqlari Urumchi shahri diqqatini markaziy shaharning yuqori sifatli taraqqiyotidan iborat cho'qim javob beradigan savolga markazlashtirib, turli afzallikni haqiqiy turda taraqqiyot unimiga aylantirishi kerak. Korxonalarning markaziy shaharning taraqqiyot umumligiga tashabbuskorlik bilan yo'g'rilib, zamonaviy kasb tizimini barpo qilishga kuch qo'shib, yuqori saviyada sirtqich o'tish saviyasi va fan texnika yangilik yaratish iqtidorini o'stirib, zamonaviy shahar barpo qilishni tezlatishni umid qilaman. Erkin Tunyas bularni ta'kidladi. Abdurahmon rayonining har qaysi tarmoqlari Urumchi shahri tijorat savdo muhitini sijil allalashtirishga kuchab, adil raqobatlashadigan bozor tartibini muhofazat qilguvchi, korxonalarning qonunli huquq manfaatini qo'g'dug'uvchi, korxonalarning g'amini tugatib, qiyinchilikni hal qiladigan mulozimatchi, yaqinlik va poklik asosidagi hukumat savdogar munosabati o'rnatishdagi g'amguzor, ma'muriyat unumini oshirishdagi amaliy ishlaguvchi bo'lishi. Urumchi shahri asosiy gavdalik rolini joriy qildirib, siyosatdan to'liq yaxshi foydalanib, istilni haqiqiy yaxshilab, puxta amaliy tadbir tuzib, vazifalarning haqiqiy amaliylashishiga kafolat qilishi kerak. Nurlan Abilmajin suhbat yig'iniga riyosatchilik qilganda bularni ko'rsatdi. Bu qatimliq yig'ini etishdagi maqsad markaz iqtisod xizmat yig'inining ruhini cho'nqir izchillashtirib va amaliylashtirib, Abdurahmon rayonlik 10 navbatlik partiya komiteti har qatimliq umumiy yig'inlarining ruhi va markaziy shahar iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish to'g'risidagi o'rinlashtirma talabni izchillashtirish, amaliylashtirish. Yig'inda kengashish, taklif berish, qatnashish, hamkorlashish bir gavda qilinib, hukumat bilan korxona hamturtki bo'lish, yuqori to'ban moslashish jarayonida o'rtaq tonish cho'nqurlashtirilib, kuch mujassamlandi. Har qaysi taraflarning to'g'ri va aniq fikrini umumyuzga rattab xulosalab, xizmatlarni amaliylashtirish turma-tur tutib, Urumchi shahrining chungovchi zamonaviylashtirish Xinjiang amaliyotidagi boshlamchilik, sarkilik rolini texnik yaxshi joriy qildirishiga turtki bo'lamiz. Yig'inda 4-qatimliq Xinjianglik korxonachilar, raislar Yusturani kengashish suhbat yig'inida berilgan taklif fikrlarni amaliylashtirish ahvoli uqtirildi. Abdurahmon rayon korxonalari inkos qilgan masalalarni cho'rdab, 193 tadbir tuzyapti. Buning 122si tamomlandi. Qolgani faol olg'a surilmoqda. Yig'in sin yig'ini shaklida ochildi. Yusufjon Mamat qatorliqlar asosliq yig'in maydonida yig'inga qatnashdi. Abdunum rayonluq partiya komitetining muavin şujisi, Abdunum rayonunun raisi Erkin Tunyas 5. ayının 29. günü Bortala Moğol Abdunum oblastida o'zgacha afzal kasblarning taraqqiyoti, yezi kentlarini güllendirish va nuqtaliq tur qurilishi qatorliq xizmatlarni tekshirib tadqiq qildi. Yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, Abdunum rayonluq partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan taraqqiyot bilan xavfsizlikni, echivetish bilan xavfsizlikni bir tutash planlab, ishonchni ching'itib, dadil zimmiga elib ishlab, o'zgacha afzal kasblarni tez yetishtirib va zo'raytib, yuqori sifatli taraqqiyotga haqiqiy turtki bo'lib, ikkinchi faslda butun kuch bilan kuchash kerak deb ta'kidladi. Erkin Tunyas Arshang nahiyasi Angelik bozorining Keryaxat kentida sahra sayohatchiligini taraqqiy qildirish va ommaning kirimini oshirish ahvolini tafsiliy egiladi. Oilaviy mehmonxona ochadiganlar sayohatchilar bilan paranglashib, ularning taklif fikrini angladi. Kent kadrlariga sayohat boyligidan yaxshi foydalanib, kasb holatini beyitib, mulozimat sifatini o'stirib, raqobat kuchiga ega sahra sayohati universal gavdasi barpo qilishni topiladi. U yana kent aholisining uyiga kirib paranglashib, shu joydagi kadrlardan omma aldiravotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, taqozo bo'layotgan masalalarni chin dil, chin mehr bütün kuch bilan hal qilib, ommaning erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini kuchaytirishni talab qildi. Erkin Tunyas Arshang Hamobab aerodromi turi qurilish maydonida aerodrom qurilishining ilgirlash surati qanday bo'lyotidi? Qiyinchilik bormi deb so'radi. Qurilish qilguvchi o'rni qurilish bexatarligiga haqiqiy kafolat qilish oldingi shartida sur'atni teziltib, qurilishni qaraldi tamomlab, atrofdagi yurishlik aslihani masqadamni mukammallashtirib, rayon iqtisodining yangi eshish nuqtasi shakllantirishga rag'batlantirdi. O'lka yo'li 222 liniyasi Arshang Sayramguli tash
yo'li qurilish turining tabat tonili eg'izida tur qurilishi va qatnash boshlash ahvolini angladi. Qurilishni bitirish, tekshirib o'tkazib olish xizmatini teziltib, naq maydonni tozalash va ekoloyani asliga keltirish xizmatini yaxshi ishlab, imkon qadar baldur unum yaratishga haqiqiy kapolat qilish kerak dedi. Erkin Tonyaz Arshang soğuq su biliqi nasl yetishtirish ko'paytirish markazi Xinjiang Longming Qalichilik cheklik shirkatida korxona mas'ullari bilan fikr almashtirib, korxonani texnika tadqiqotini kuchaytirib, kasb zanjirini uzartib, mahsulotning qo'shilma qiymatini oshirib, dehqonlar bilan birlashish, dehqonlarni yetaklash rolini joriy qildirib, dehqonlarning ishga o'rilishib kirimini oshirishini ilgari surishga ilhomlantirdi. Arshang nahiyasidagi yuqori o'lchamlik etizda ko'min qo'noqning o'sish ahvolini tafsili ko'rdi. Sifatlik urug'liq, yaxshi usul, sarxil yez egilik mashinasi, munbat etiz, yaxshi tuzumning cho'nqur yo'g'rilishini olg'a surib, yuqori o'lchamlik etiz barpo qilish, boshqurish saviyasini o'stirish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tonyaz Arshang nahiyasi bozorliq boshlang'ich maktabda bolalarga 1-iyun xalqaro bolalar bayrami munosabati bilan baxt tiladi hamda butun avtonom rayondagi o'smirlar bolalarning bayramini tabrikladi. Maktab boshqurish sifati va sapa ma'arifi saviyasini uzluksiz o'stirib, yemeklik bexatarligini boshqarishni kuchaytirib, bolalarni xushal xoram o'qish, sog'lom o'sib yetilish imkoniyatiga ega qilish kerak dedi. Arshang nahiyalik Mongol tibabati doktorxonasida Jonghua an'anaviy tibabati dorigarligining o'zgacha afzalligini to'liq joriy qildirib, kishilarning ko'p qatlamliq, ko'p xil sog'lomlik ehtiyojini qondirish kerak deb ta'kidladi. Sayramkuli manzara rayoni sayohatchi bilan to'lgan edi. Erkin Tonyaz sayohatchilar markazi o'ylanishni tizimlash markaziga berib, manzara rayonining sayohatchi kutib olish, kasb faoliyatini joylashtirish qatorliq ahvolini egiladi. Sayohatchilikning ko'p manbalik ehtiyojiga, mulozimatning inchiklashtirish yuzlanishiga tashabbuskorlik bilan uyg'unlashib, har xil faoliyatlarni yaxshi o'tkazib, manzara rayonining bir butun yurishish saviyasini o'stirib, oltin xatlik markani yanada jilolantirish, qatnash bexatarligi, yemeklik bexatarligi, ekologiya bexatarligi xizmatini haqiqiy yaxshi ishlash, to'g'ridagi ijobiy tashviqot va yetakchilikni ching tutish kerak deb ko'rsatdi. Erkin Tonyaz tekshirib tadqiq qilish jarayonida munolarni ta'kidladi. Bordala oblasti Iriyada yanada ozod bo'lib, islohotni cho'nqurlashtirib, eshish nuqtasi, bosish nuqtasi, tirak nuqtasini dal tepib, o'zgacha afzal kasblarni tez yetishtirib va zo'raytib, ishga o'rlashtirishni, korxonani, bozorni, ko'zlamini muqimlashtirib, yuqori sifatli taraqqiyot natijasi orqali xalq turmushiga texim yaxshi naf yetkazish, xalq qalbini texim yaxshi mujassamlashga turtki bo'lishi, yez egiligida ishlab chiqarish, ta'minlash, saqlash, pishiqlash, setish butun kasb zanjiri sistemasi qurilishini teziltib, zamonaviy dehqonchilik, chorvachilikning tipini o'zgartib, darajasini o'stirishni olg'a surishi, o'zgacha boylik afzalligi, rayon afzalligidan to'liq foydalanib, madaniyat sayohatchilikni zo'raytib va kuchaytirib, sifatli sayohat boyligini birlashtirib, nahiya shaharning birlashib harakatlanishini ilgari surib, sayohatchilik kasb holatini uzluksiz beyitib, sayohatchi ko'p bo'lishni, sayohatchi uzoqroq turadigan bo'lishga o'zgartirishga kuchab, ommaning kirimini oshirib beyishini texim yaxshi ilgari surishi kerak. Avtonom rayonlik qaro razil kuchlarni yo'qotish rahbarlik korrupsiyaning 2025-yillik yig'ini 5-oyning 30-kuni Urumchida ochildi. Yig'inda avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirma talabi amaliylashtiriilib, keyingi bosqichlik nuqtaliq vazifalar muhokama qilinib, o'rinlashtirilib, qaro razil kuchlarni yo'qotishni doimlashtirib, cho'nqurlashtirish va puxtallash olg'a surildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, siyosiy qonun komitetining shujisi Chen Mingo yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Bo'ldirdan buyon Xinjiangdagi joylar tarmoqlar qattiq zarba berish, yuqori besim holatini boshdan oxir saqlab, bir turkum qaro razil tashkilot, qaro razil kuchlarning muhofazat kunligini yo'qotib, masala gavdalik bo'lgan bir turkum nuqtaliq kasb, sahani markazlik tuzab, jamiyat umumiyatining sijil muqim, uzoqcha muqim bo'lishini unumli qo'g'dab, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shdi va mulozimat qildi. 2024-yili Xinjiang bo'yicha qaro razil kuchlarni yo'qotish xizmatlaridan rozi bo'lish nisbati 97.9% ga, ommaning bexatarlik tuyg'usi 99.47% ga yetib, mamlakat bo'yicha oldingi qatorda turdi. Ommaning erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usi uzluksiz kuchaydi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Qaro razil kuchlarni yo'qotish ko'rishini doimlashtirib qanot yaydirish, davlatning abadiy amalligiga, ommaning jonijon manfaatiga munosabatlik o'tkal hujum qilish jangi, uzoqqa so'ziladigan jang. Navbatdagi qaro razil kuchlarni yo'qotish ko'rishining kaskinligi, murakkabligi, mushkulligini cho'qim to'liq tonib, qaro razil kuchlarga qattiq zarba berish, yuqori besim holatini davomli saqlab, ommaning bexatarlik tuyg'usi, rozimanlik darajasini uzluksiz oshirib, doimliq uzoq unumlik mexanizmni amaliylashtırib, önümünü ko'rishga turtki bo'lib, qaro razil kuchlarni yo'qotish ko'rishining o'lchamini tuvallatmaslikka, salmoqini yeniklatmaslikka haqiqiy kapolat qilish kerak. Yig'inda munolar talab qilindi. Mamlakatlik qaro razil kuchlarni yo'qotish ko'rishi rahbarlik korpusining o'rinlashtirma talabi va avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat o'rinlashtirmasini astoydilashtirib va amaliylashtirib, qaro razil kuchlarni yo'qotishni doimlashtirish mexanizmini takomillashtirishni asosiy liniya, qaro razil kuchlarni yo'qotishni doimlashtirishni qonunchilik orqali olg'a surishni taraq qilib, masala yo'nalishida jazolash bilan oldini olishga tang e'tibor berishda, hodisadan mohiyatni tuzashda, har taraflama tuzashda ching turib, diqqatni gavdalik qaro razil jinoyatga zarba berish, kasb sohasidagi gavdalik masalalarning oldini olish va uni tuzash, qaro razil kuchlarni yo'qotishni doimlashtirish mas'uliyat sistemasini mukammallashtirishga markazlashtirib, qaro razil kuchlarni yo'qotishni
doimlashtirishning sijil cho'nqurlashishi, puxtalanishiga turtki bo'lib, texim yuqori saviyalik tinch Şinjan, qonunchilik Şinjan barpo qilishni ilgari surish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Tashkiliy rahbarlikni kuchaytirib, xizmat mas'uliyatini darajama-daraja chingitib, yip uchini tekshirish, qonun bo'yicha zarba berish, muhofazat kunligiga zarba berib, munosabat to'rini buzib tashlash, qonunsiz mol-mulk to'plash yo'lini uzib tashlash salmoqini sijil zo'raytib, oldingi bosqichlik tuzash natijasini uzluksiz mustahkamlab, qaro razil kuchlarni yo'qotishni doimlashtirish ko'rishida uzluksiz yangi unum yaratishga turtki bo'lish, pokiz jamiyat muhiti barpo qilib, avtonom rayon qurilganligining 70 yilligini a'lo natijalar bilan kutib olish kerak. Yig'inda avtonom rayonning 2025-yillik qaro razil kuchlarni yo'qotish ko'rishini doimlashtirish xizmatining muhim nuqtalari qarab chiqildi. Yig'in yig'in shaklida viloyat, oblast, shaharlar, nahiya, shahar rayonlarigacha ochildi. Abdunum rayonluq savdo nazorati qatorliq 9 tarmoq yaqinda birlikda Abdunum rayonining aqil port qurilishini yo'lga qo'yish loyihasini besib tarqitib, 6 jihatdagi 18 konkret vazifani o'tirg'a qo'yib, portni zamonaviylashtirish qurilishini butun kuch bilan olg'a surdi. Loyihada asliha uskunalarni aqillashtirishni tezlatish jihatda Qo'rg'os Alatau temir yo'l liniyasining transport iqtidori, transport kuchi va vokzalni uchirlashtirish, aqillashtirish kapolat mulozimati iqtidorini o'stirish, raqamlik port sistemasi va temir yo'lda tamojnidan tez o'tkazish, vokzalga kelibla bevosita qachilash qatorliq kasblarni qo'llanishni tezlatish, yurishtirish boshqarishni raqamlashtirishni ilgari surish jihatda Abdum rayonning aqil port yurishtirish, boshqarish birlashma o'rlashtirish qo'mondonlik subsini tadqiq qilib qurish hamda butun Abdum rayonni qoplagan port tur ambarini boshqarish sistemasi barpo qilish, portni moslashib nazorat qilish, boshqarishni inchiklashtirish jihatda Toshyo'l porti bilan tava joyidan bevosita yetkazishni birlashtirish andisini kengaytirish, Toshyo'l portida oldin kelishib tamojnidan o'tkazish sistemasi barpo qilish hamda universal mulozimat qilishni umumlashtirish, rayon hamkorligini mexanizmlashtirishni mukammallashtirish, raqam asosini aqillashtirishni kuchaytirish qatorliq vazifalar o'tirg'a qo'yildi. Loyiha bo'yicha bu yil Qo'rg'os, Alatau porti va Urumchi aeroporti zamonaviy aqil portga aylantiriladi. Qashqar aeroporti, Baxtu porti qatorliq muhim portlarning uchirilish saviyasi ko'rinarli o'stiriladi. Do'latiy qatorliq portlarni uchirlashtirish qurilishidagi kamtiklik to'liqlanadi. 2030-yilga borganda Qo'rg'os, Alatau porti va Urumchi aeroportining aqillashish saviyasini mamlakat bo'yicha ilg'or saviyaga yetkazamiz. 2035-yilga borganda Jongochi zamonaviylashtirish talabiga uyg'un, yuqori sifatli taraqqiyotga mulozimat qiladigan, yuqori saviyalik echvetishga tarak bo'ladigan aqil port sistemasini umumyuzlik barpo qilamiz. Abdurahim rayonining nuqtali qurilishi Şinjan Meyshan Kanchilik Cheklik Sherikli Qatba Asu Altun kedining 1.200.000 tonnalik ro'da tanlashtiri 5-ayning 30-kuni ishlab chiqarishga kirishtirildi. Bu tur Kunas nahiyasining Taldi bozorida tashrif aniqlangan oltin boyligi 100 tonnaga yaqin. Navbatda davlatimizdagi oz uchraydigan yuqori sifatli oltin kon hisoblanadi. Qurilishga qatnashuvchi taraf murakkab geologiyalik sharoitda konichish qatorliq texnik qiyin o'tkirlik hujum qilib, egiz murakkab muhitga cho'ng kon qurilishini foydalanish loyihasi bilan ta'minladi. Bu turda qurilish qilg'ach tuzash loyihasi qo'llanilib, ekologiyani tuzashga 11 million yuan mablag' solinib, aql yeshil kon barpo qilindi. Qurilishni plandagidan 1 yil burun tamomladik. Yiliga 3 tonna 700 kilogram oltin ayiramiz. 400 odamni bevosita ishga o'rinlashtirdik. Yuqori tovan xalqida 1000dan ortiq odamning ishga o'rinlashishiga turtki bo'ldik. Bugun Danvu bayrami. Joylardagi ammo ajdaho qulvaq aylab, zo'nzi o'rab, o'zgacha faoliyat o'tkazib, urf-odatni tushunish jarayonida an'anaviy madaniyatni his qilib, davlat muhabbatini cho'nqurlashtirdi. Ajdaho qo'lvoq birinchi komandasi tayyor bo'ldi. Musobaqa hozirla boshlanadi. Tomoshabinlar qirg'oqda madad berishga tayyorlandi. Ko'rli shahrining Ko'nchi daryosi, Qashqar shahrining Sharqi ko'l bog'chisi, Qarqash nahiyasining Loliko'l davlat suluq yer bog'chisidami ajdaho qo'lvoq musobaqasi o'tkazildi. Kishilar jarangliq dumboq ovozi va olqi sadosi ichida quyuq danvu kayfiyatini his qildi. Ajdaho qo'lvoq musobaqasi orqali texim ko'p boylik to'pladik. G'arbiy shimol ajdaho qo'lvoq bayramining darajasini o'stirishga turtki bo'lyapmiz. Butun mamlakatning har qaysi joylaridagi do'stlarni qarshi olamiz. Duanvu bayramida zo'ngzi kam bo'lsa bo'lmaydi. Shahar yezlardagi kadrlar va ammo jam bo'lib zo'ngzi o'rab yeb xushalliqqa cho'mdi. Zo'ngzi o'rash, tepishmoq tepish qatorliq faoliyat orqali Chunxua esil an'anaviy madaniyatiga varis qilib qolmay qo'shnilarning munosabatini cho'nqurlashtirdik. Joylar o'zgacha faoliyatlarni o'tkazib Duanvu bayramini tabrikladi. Xotan Tuanching manzara rayonida sayohatchilar yuznancha bola bilan judolik sarini deklamasiya qilib, davlat muhabbatini his qildi. Boshagim shahrida she'r havaskorlari she'r deklamasiya qilib, naqsh etib usul o'ynab, Chunxua madaniyat tumurini namoyon qildi. Kucha shahri, Mo'ri nahiyasi, Bargul nahiyasi qatorliq joylardagi ammo mo'l rangdor faoliyatlar orqali Duanvu bayramini xushal xo'ram o'tkazdi. Jungodagi eng go'zal tosh yo'lning biri deb ta'riflanadigan Baytog' Kucha tosh yo'lida 5-ayning 31-kuni qatnash asliga keldi. 7 kishilik va uningdan kichik yo'lovchilar avtomobili qatnasi bo'ldi.
Bu Kucha shahrining Maytaq Kucha tosh yo'lida 2025 yillik qatnash asliga keltirish murosimi maydoni 1900 avtomobil yo'lga chiqishga tayyorlandi. Har qaysi davlatlardan kelgan avtomobil haydab sayohat qilish havaskorlari Maytaq Kucha tosh yo'lining eng go'zal manzarasini his qiladi. Gollandiyalik sayohatchi Laumau Maytaq Kucha tosh yo'lining suratlari va ko'rinishlarini ko'rgandan keyin intayin qiziqib, bu qatam alohida Shenzhendan avtomobil haydab sayohat qilishga keldi. Alohida Jungoda ishlab chiqarilgan avtomobilni haydab Jungodagi eng go'zal tosh yo'lda sayohat qilg'ili keldim. Anglasam Kucha cho'ng'ilg'isi, Narat yayligi, Bayinbuloqning manzarasi intayin go'zal ekan. Maytaq Kucha tosh yo'li davlat yo'li 217 liniyasining bir bo'ligi. Maytaqdan boshlanib Kuchada oxirlashidi. Uzunligi 561 kilometr. Yo'l bo'yida yaylaq, jilg'a, qarliq tog', ko'l qatorliq ko'p xil yer chekli bor. Bir kunda 4 faslni, 10 chaqirimda har xil havo rayini ko'rgili bo'ladigan, Tianshan teg'idan halqib o'tadigan manzara yo'li. Maytaq Kucha tosh yo'li bo'yidagi joylar sayohatchilarning ta'sirotini beyitish va texim rohat his qoldirish uchun ul aslarni sijil yaxshilab, o'ynash turlarini ko'paydi. Mehmonsaroyda yemak-ichmak bahosida e'tibor berdi. Bu yil 7-oyda Maytaq Kucha tosh yo'lining o'rta va shimol bo'laklarida Narat Yingdigo mehmonsaroy to'pi tijorat boshlaydi. Yo'l bo'yida maxsus o'tang mulozimati qilinadi. Bu Maytaq Kucha tosh yo'li bo'yining sayohatchilik mulozimati sifatini zo'r darajada o'stirib, sayohatchilarning ta'sirotini beyitadi. Klimat va geo sharoit cheklamasidan Maytaq Kucha tosh yo'li har yili 6-oydan 10-oygacha taxminan 4 oylar ichiladi. Har 10 kilometrda az deganda birdan rasmiy xalq saqchisi bo'lish o'lchami bo'yicha nuqta odam mas'uliyatni bekitishni ishga oshirib Maytaq Kucha tosh yo'lining bexatarligiga ravonligiga butun kuch bilan haqiqiy kafolat qilamiz. Maytaq Kucha tosh yo'lidagi berish qarziydigan yangi joy Maytaq Kucha tosh yo'li bo'yidagi birinchi kent Kan kenti sayohatchilar mulozimat markazi 5-oyning 30-kuni ishga kirishtirildi. Kucha shahardan avtomobillik 50 kilometr mengib Maytaq Kucha tosh yo'li bo'yidagi Kan kenti sayohatchilar mulozimat markaziga keldik. Darvozadan kirgandan keyingi o'ng tarafdagi binoning birinchi qavati sayohatchilarni kutib olish nuqtasi ekan. Bu yerda qahva xonimi bor ekan. Ham yana bu yerda madaniyat ijodiyat mahsulotlari ko'rgazmasi va Kuchaning yerlik alohida mahsulotlari bor ekan. Ikkinchi qavati yemak-ichmak rayoni ekan. Sol tarafdagi avu bino Qonalg'u rayoni ekan. Uningda 15 eg'izlik yoshlar mehmonxonasi bor bo'lib, har xil sayohatchilarning ehtiyojini qondira oladi ekan. Siz mayli uy avtomobil yoki yangi energiyalik avtomobil haydab keling yoki velosiped, motosiklet minib keling, jumladan sayohat avtobusi bilan kelgan bo'lsingizmi, bu yer har qanday kishining ehtiyojini qondira oladi ekan. Sol tarafda yangi energiyalik avtomobil to'xlig'usi, yana velosiped, motosiklet pargohi bor ekan. Muncha yana kir yuvish uyi bor. Suv, tokni bemalol ishlatishga bo'ladi. Mehmonlarning tamoq etish, qo'rim-qo'rish ehtiyojini qondira oladi. Kashlik bozorida kabob, meva, yana rangpi sotadiganlar bor. Bular hozir tijorat boshildi. Jungodagi eng go'zal tosh yo'l Maytaq Kucha tosh yo'lining darvozasi bo'lgan Kan kenti yilda kutib oladigan sayohatchi o'tir hisob bilan 3 million odam qitimga yetadi. Zhejiangning Ningbo shahri 36 million yuan Xinjiangga yordam berish mablag'i ajratib qurgan Kan kenti sayohatchilar mulozimat markazi 2024-yili 6-oyda umumyuzlik ishga kirishtirilgandan keyin qatnash tuguni, madaniyatni his qilish, o'zgacha savdo birlashtirilgan yangilik yaratish andishasiga tayanib, yilda kutib oladigan sayohatchining 2 million odam qitimdan eshishi, atrofdagi joylar sayohat universal kirimining 200 million yuandan eshishiga turtki bo'lishi mo'ljallanadi. Abdunum rayonining 3 turlik plan bo'yicha naq maydonda almashtirish yig'ini 5-oyning 30-kuni Turpan shahrida ochildi. Yig'inda Abdunum rayonining munosabatlik o'rinlari va har qaysi viloyat, oblast, shaharlardan kelgan 70 necha vakil har millat yoshlari o'smirlarining almashtirish plani, har millat omasining giralashma taraqqiyoti plani, sayohatchilik orqali millatlarning aralashishi, almashtirishi, yo'g'rilishini ilgari surish planini yo'lga qo'yish jihatda qo'lga keltirilgan natija ustida fikr almashtirdi. Bir qism yez, kent, maktab va mahallalarga berib ko'zdan kechirdi. Ediqut rayoni Yar bozorining Yangishar g'arbi Qo'uq kentida dehqonlarning ho'ylisini o'zgartib yozilgan illiq oilaviy mehmonxonasiga kirib, Turpanning urf-odat madaniyatini namoyon qildigan bu jonliq ko'znakni tafsiliy tushundi. Oilaviy mehmonxonamizga tushgan sayohatchilar ho'ylidagi barang ostida o'ltirib, mazalik taomlarimizga eg'iz tegib go'zal manzaralardan huzurlanib, millatlar bir oila kishilardek yaqin o'tadigan kayfiyatga cho'miladi. Yig'inga qatnashganlar Turpan shaharlik tajriba o'tir maktabda Xunan Turpandagi yoshlar o'smirlarning aralashish, almashtirish, yo'g'irilish hikoyasini angladi. Ediqut rayoni Ediqut yo'li ko'cha boshqarmasi Guanxuy mahallasida har millat aholilarining makon, madaniyat, iqtisod, jamiyat, psixik jihatlardan umumyuzlik kiralashgan yaxshi kayfiyatini his qildi. Turpan shahrining mo'l madaniyat boyligi, Xinjiangga yordam berish kuchidan to'liq foydalanib, har millat kadrlari ommasini 3 turlik planga qatnashga yetakliganligidagi jonliq amaliyatini ko'ngil qo'yib planlab va tashkillab yo'l qo'yishga kuchab, har millat ommasining bashni qalbini e'tirof qilishini kuchaytirib, Junxo millati o'rtaq gavdasini mustahkamlaganligini cho'nqur his qildik. Jungo Xinjiang 17 navbatlik Sayram ko'lini aylanish xalqaro toshyo'l velosiped musobaqasi hamda Jungo velosiped harakati yig'ini 5-oyning 30-kuni Jing nahiyasida boshlandi. Jungo, Rossiya, Italiya, Kolumbiya qatorliq davlatlardan kelgan 70
qatnash komandadagi 380 necha mahir bu navbatlik musobaqaga qatnashdi. Bugun birinchi bo'lak musobaqa o'tkazildi. Bu bo'lak Ching nahiyasidan boshlanib Alatau shahrida oxirlashdi. Uzunligi 83.1 kilometr. Oxirida rossiyalik mahir Gotoviskiy Vladislav shaxslar bo'yicha birinchilikka erishdi. Bu navbatlik musobaqa 5 bo'lakka bo'lingan. Umumiy musofasi 435 kilometr. Musobaqa 6 oyning 4-kunigacha davomlashadi. Ayollar guruhi va avom velosiped guruhi tunji qitim ta'sis qilindi. 2025 yillik Duanwu bayrami kelgan Qurban hayiti yaqinlashgan paytda Abdunum rayonluq intizom tekshirish komiteti, reviziya komiteti markazining 8 turlik belgilamasining ro'yiga ixlab 6 tipik masalani oshkora umumiy uqtirish qildi. Abdunum rayonluq partiya komitetining sobiq muavin bosh kotibi, Abdunum rayonluq organ ishlarini boshqarish idorasi partiya guruhining sobiq shujisi, sobiq idora boshlig'i Moyilayning belgilamiga xiloflik qilib sovg'atlik pul qabul qilish, hukumat ishini adil ijro qilishga ta'sir yetkazish ehtimolligi bor ziyofatga qatnashish qatorliq masalasi. Moyilay 2013-yildan 2024-yilgacha belgilamiga xiloflik qilib boshqarish va mulozimat obyektlari bergan sovg'atlik pulni qabul qilgan. Ko'p qatim belgilamiga xiloflik qilib xususiy korxona egalari Urumchi shahrida o'rinlashtirgan ziyofatga qatnashgan. Moyilayda intizomga qonunga ig'ir xilop boshqa masalalarni saqlangan. Uningga partiyadan qo'g'lash, xizmatdan haydash jazosi berildi. Jinoyatga chetishlik masalasi taftish organining qonun bo'yicha tekshirib ayblashiga o'tkazib berildi. Qizilsuv oblasti xalq hukumati partiya guruhining sobiq a'zosi, oblastning sobiq muavin boshlig'i Wang Hongshuyning belgilamiga xiloflik qilib sovg'atlik bo'yim, sovg'atlik pul qabul qilish, hukumat ishini adil ijro qilishga ta'sir yetkazish ehtimolligi bor ziyofatga qatnashish, sayohat o'rinlashtirishni qabul qilish qatorliq masalasi. Wang Hongshuy 2013-yildan 2024-yilgacha belgilamiga xiloflik qilib ko'plagan boshqarish, mulozimat obyekti sovg'a qilgan sovg'atlik bo'yim, sovg'atlik pulni qabul qilgan. Ko'p qatim belgilamiga xiloflik qilib xususiy korxona egalari Urumchi shahri, Ulug'chat nahiyasi qatorliq joylarda o'rinlashtirgan ziyofatga qatnashgan. Xususiy korxona egasining o'rinlashtirishini qabul qilib, tuqqanlarni Qingdao, Lianyungan qatorliq joylarga sayohatga avatgan. Aloqador xarajatni xususiy korxona egasi chiqim qilgan. Wang Hongshuyda intizomga, qonunga ig'ir xilop boshqa masalalar saqlangan. Uningga partiyadan qo'g'lash, xizmatdan haydash jazosi berildi. Jinoyatga chetishlik masalasi taftish organining qonun bo'yicha tekshirib ayblashiga o'tkazib berildi. Şinjan Tibbiy Dashosi Arqisa boshqarmasi partiya komitetining sobiq shujisi, boshqarmaning sobiq muavin boshlig'i Yang Yushinning belgilamiga xiloflik qilib sovg'atlik pul qabul qilish, hukumat ishini adil ijro qilishga ta'sir yetkazish ehtimolligi bor sayohat o'rinlashtirishni qabul qilish qatorliq masalasi. Yang Yushin 2013-yildan 2021-yilgacha belgilamiga xiloflik qilib ko'plagan boshqarish va mulozimat obyekti sovg'a qilgan haraq, tamaka, iste'mol kartasi qatorliqlarni qabul qilgan. Xususiy korxona egasining o'rinlashtirishi bilan Guangxi, Hunan, Lhasa qatorliq joylarga ko'p qatim berib sayohat qilgan. Munosabatli xarajatni xususiy korxona egasi chiqim qilgan. Yang Yushinda intizomga, qonunga ig'ir xilop boshqa masalalar saqlangan. Uningga partiyadan qo'g'lash, xizmatdan haydash jazosi berildi. Jinoyatga chetishlik masalasi taftish organining qonun bo'yicha tekshirib ayblashiga o'tkazib berildi. Bortala oblastlik partiya komiteti birlik bo'limining sobiq muavin boshlig'i, oblastlik savdo sanoatchilar birlashmasi partiya guruhining sobiq shujisi, sobiq doimiy muavin rais O'shilungning belgilamiga xiloflik qilib sovg'atlik pul qabul qilish, hukumat puliga yap ichish, hukumat ishini adil ijro qilishga ta'sir yetkazish ehtimolligi bor sayohat o'rinlashtirishni qabul qilish qatorliq masalasi. O'shilung 2016-yildan 2023-yilgacha belgilamiga xiloflik qilib ko'plagan boshqarish va mulozimat obyekti sovg'a qilgan iste'mol kartasi qatorliq sovg'atlik bo'yim, sovg'atlik pulni qabul qilgan. Belgilamiga xiloflik qilib hukumat pulidan chiqim qilib ziyofat tashkillagan. Ko'p qatam belgilamiga xiloflik qilib xususiy korxona egasining o'rinlashtirishi bilan ilg'a sayohatga borgan. Munosabatli xarajatni xususiy korxona egasi chiqim qilgan. O'shilungda intizomga, qonunga ig'ir xilop boshqa masalalar saqlangan. Uningga partiyadan qo'g'lash, xizmatdan haydash jazosi berildi. Jinoyatga chetishlik masalasi taftish organining qonun bo'yicha tekshirib ayblashiga o'tkazib berildi. 90 nahiyalik xalq qurultiyi doimiy komiteti partiya guruhining sobiq muavin shujisi, sobiq mudir Olim Habibulning belgilamiga xiloflik qilib sovg'atlik bo'yim, sovg'atlik pul qabul qilish, hukumat ishini adil ijro qilishga ta'sir yetkazish ehtimolligi bor ziyofatga qatnashish, hukumat avtomobilini shaxsiy ishga ishiltish qatorliq masalasi. Olim Habibul 2013-yildan 2023-yilgacha belgilamiga xiloflik qilib ko'plagan boshqarish, mulozimat obyekti sovg'a qilgan haraq, tamak qatorliq sovg'atlik bo'yim, sovg'atlik pulni qabul qilgan. Belgilamiga xiloflik qilib xususiy korxona egasi o'rinlashtirgan ziyofatga ko'p qatim qatnashgan. Hukumat avtomobilini oilasidagilarni opirib akilishga, Urumchi shahriga berib shaxsiy ish bajarishga ko'p qatim ishlatgan. Olim Habibulda intizomga, qonunga ig'ir xilop boshqa masalalar saqlangan. Uningga partiyadan qo'g'lash jazosi berildi. Bahramon bo'ladigan ta'minoti belgilama bo'yicha tengshaldi. Jinoyatga chetishlik masalasi taftish organining qonun bo'yicha tekshirib ayblashiga o'tkazib berildi. Xotan viloyatlik ta'minot savdo kooperativi birlashmasi partiya komitetining sobiq shujisi, sobiq muavin mudir Jangboning belgilamiga xiloflik qilib sovg'atlik bo'yim, sovg'atlik pul qabul qilish, belgilamiga xiloflik qilib hukumat ishini adil ijro qilishga ta'sir yetkazish ehtimolligi bor ziyofat, sayohat o'rinlashtirishni qabul qilish qatorliq masalasi. Jangbo 2018-yildan 2024-yilgacha belgilamiga xiloflik qilib ko'plagan boshqarish, mulozimat obyekti sovg'a qilgan haraq, tamaka,
oilaliklar uskunlar qatorli sovg'atliq buyum, sovg'atliq pulni qabul qilgan. Belgilamaga xiloflik qilib, xususiy korxona egalari Xotan shahri qatorliq joylarda o'rinlashtirgan ziyofatga ko'p qatim qatnashgan. Xususiy korxona egasining o'rinlashtirishi bilan Xaynan qatorliq joylarga ko'p qatim berib sayohat qilgan. Munosabatli xarajatni xususiy korxona egasi chiqim qilgan. Jangboda intizomga, qonunga ig'ir xilof boshqa masalalar saqlangan. Uningga partiyaning qo'g'lash jazosi berildi. Bahirman bo'ladigan ta'minoti belgilama bo'yicha tangshaldi. Jinoyatga chetishlik masalasi taftish organining qonun bo'yicha tekshirib ayblashiga o'tkazib berildi. Xabarlarimiz tugadi. Ko'rguningizga rahmat. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.